Salom hammaga, sizlar bilan Leondir. Bugun sizlar bilan men do'stim bilan Orolchada kuchayaman. Sizlarga ham ulanishni ko'rsatib o'taman. Bu videoyim meni birinchi videoyim. Men kanalimni yangi ochdim. Avval kanalim yopilib ketgan. Mana Mirxan chiqdi. Do'stimning ismi Olmos MC. Mana sizlar do'stingiz u telefondan yoki kompyuterdan yozishadi. Sizlar bitta Wi-Fi ga ulangan bo'lishingiz kerak. Do'stingiz allo komandasini yoqqandan so'ng kod chiqadi. O'sha kodni mana shu yoqqa yozsangiz, mana shuni joyingimni bossangiz chiqaraverar, keyin mer paydo bo'lib qoladi. O'sha merga kirsangiz, o'zi olib o'tadi sizni. Mana kiryapti. Men telefonda ijod qilishni boshlayapman, lekin yaqin orada kompyuter olishim ham mumkin. Mana dunyoga ham kirg'izdimi deyman. Hozir kirg'izadi. Mana kirg'izdi. Negadir Wi-Fi yomonroqligiga qo'tyapti. Bitta telefondan tarqatib, ikkinchi telefon olib ulanmoqchi bo'lsangiz, unday bo'lmaydi. Bitta Wi-Fi dan tarqatilgan bo'lishi kerak, keyin ikkita telefon ulanib o'sha Wi-Fi ga, keyin shunday qilmasa o'xshamaydi. Negadir Wi-Fi qotyapti judalar. Men aloqam past bo'lsa kerak-da, do'stim mer ochgan, shuning uchun unga qotmaydi. Mana taxta ham chopib oldik. Negadir juda qotyapti. Wi-Fi yaxshi emas, lekin biroz vaqtdan keyin Wi-Fi yaxshi bo'lib ketishi kerak. Biroz shovqinlar bo'lsa uzr. Men shu endi yangi kanal ochdim. Avval kanalim nimadir bo'ldi-da, obunachilarim yaxshi edi, lekin telefonim buzilib qolgani uchun yangi kanal ochdim. Bu brat gapirmaydi. Agar gapirishini istab, ya'ni ko'plab videolarda qatnashishni istasangiz, ko'proq like bosinglar. Yana boshqa videolarimda men har xil serverlarda anarxiya o'ynayman. Har xil fermalar quraman. Mana do'stimiz bizga taxta chopib tashladi. Menda skin muammosi bor, lekin keyinroq to'g'rilayveraman. Skinim ko'rinmay qoldi, mana qotyapti. Endi jonim ketdi tepadan tushganimga. Men toshim tushmayapti. Me'adir toshim tushmayapti-da. Nima bo'ldi, qaytib qol. Bu tarafdan kavlay. Negadir tosh tushmayapti. Qotopti. Hozir otvoram deyman-da, shuna bo'ldi, ishlab ketdi. Mana nihoyat tosh kovlayman. Shuncha joy yetsa kerak, do'stim ko'plab 1,5 staklar bo'lib qolsa kerak, kelamiz chopganimiz. Toshli kirka. Nima u bizning ustimizdan yopib ketdi? Hech qisi yo'q, yopib ketgan bo'lsa. Mana tosh tashlayapti. Bu ana yarim stak bo'lib turadi. Bu videoda sal qotishlar bo'lganiga unday ko'p kuchaya olmadik, lekin anarxiya o'shanaqalarda juda qiziq bo'ladi. Har xil bazalar quramiz. Hechni hozir sal qotyapti, lekin ishlab ketadi. Internet yomonligiga qotyapti. Do'stimiz tosh qurib hamma narsasini bizga berdi, shuning uchun biz unga yordamlashishimiz kerak. Topor ham yasash kerak, lopatka ham yasash kerak.
hamma narsani yasab bo'lgandan so'ng do'stimizga o'zimizga ham yasaymiz. Cho'plarni ko'proq yasamasam jonim tegib ketdi. Cho'p yasaverib. Bu video juda yaxshi chiqqan deb o'ylamayman, chunki bu meni birinchi videoyim, lekin keyingi videolarda yaxshiroq chiqarishga harakat qilaman. Hech qisi yo'q, bo'ldi, qotyapti. Aloqa yaxshi emas. Internetim qotyapti. Va ana ishlab ketyapti. Nima kirmayapti hozir? Kirgan paydo bo'lishi kerak, ana paydo bo'ldi. Internet qotyapti, chiqarib olmasa bo'ldi. Do'stimiz orolchani tozalab qo'yibdi o'zi deyarli. Narsalarimni taxlab olib, negadir qotyapti. Bo'ldi, endi qotmayapti. Endi do'stimizga qaraymiz. Olmos MC deb qo'ygan. Men Leander MC deb qo'yganman. Aslimni yaxshi deb o'ylayman shosam. Shu so'm menga yaxshilik uchun mana shu ismni qo'yganman. Mana shunaqa daraxtim bor, brat. Brat gapirmasa ham men gapiraman. Bratni ham gapirishni istasanglar ko'proq like bosinglar. Shu video boshlanishiga mayli 20 ta like yig'sa, do'stimiz bilan yana video olamiz. Agar keyingi qo'ygan videoyam 50 ta like yig'sa, anarxiyada do'stim bilan birga o'ynayman. Sizlardan ko'proq like va obuna so'rab qolaman. Do'stimiz mana bunaqa daraxtdan tutdi topibdi. Buni ham ekib qo'yish kerak. O'sadi bular. Nima chiqmayapti? Chiqdi. Negadir olmayapti. Qotyaptim deyman-da shu. Negadir olmay qolyapti-da. Nima olmayapti bilmayman. Chiqarib yuborishi ham mumkin hozir serverdan. O'yindan chiqarib yuboradi. Chunki bizlar bitta Wi-Fi dan ulanganmiz, sal qochishlar bo'lyapti. Wi-Fi sal uzoqroqda. Shuning uchun bizga qotishlar bo'lyapti, lekin do'stimiz Mirochkani uchun unga qotmasdan ishlayapti. Men hozir unga chiqib ketganman. Lekin bu yerda men to'g'ri Wi-Fi ham 1% gina olyapti. Chiqarib olmasdan o'zim chiqay. Qayta kirib ko'ramiz. Do'stimiz qaytib kirib chiqmasa, bu kirmaydi. Yaxshi aloqa bo'lmagani sababli o'shancha qaytib chiqib kiradi do'stimiz. Mana connecting to the server ishlamayapti. Men Artifact serverda o'ynayman. Do'stim bilan hali yana bitta kanal ochamiz. 2 ta kanal bo'lsa ko'proq obunachim bo'ladi deb o'ylayapman. Yana negadir kirmayapti-da shu. Nima bo'ldi? Refreshni bosib ko'rsammi? Bo'ldi, sizlarga bitta reklama. Artifact serverga kirdingiz. Keyin nima qilasiz? Register parol mana yozib qo'yibdi. Artifact ro'yxatdan o'tish uchun register parol deb qo'yibdi. Lekin men shu videoda bilmasdan faqat register deb yozib boshqa narsani yozaverganman, xato yozganman. O'zim ham Artifact serverda ko'p o'ynaganman, lekin avvalgi telefonimda o'ynaganim sababli bunda hali o'ynab ko'rmaganman, lekin yaxshi o'ynasam kerak. Hozir ko'p kishilar onlayn turibdi.
Xohlasangiz men oralichada survival ham qilaman, hardcore ham qilaman. Men juda ko'p hardcore merlarim bor. Qayta kirib ko'raylikchi. Yo'q. Nima bitirmayapti? Video sal uzoqroq bo'lishini istasanglar, ko'proq like bosinglar. Mana sizlarga hozir kirib ko'rsataman yana. Mana ro'yxatdan o'tish uchun registr parolni kiriting deyapti. Men esa shu joyda adashtirib mousni bosyapman. Chatni bosishdan keyinroq tushunib yetdim. Mana. Registr. Keyin esa xohlagan narsangizni yozsanglar bo'ladi. 8 ta raqam bo'lishi kerak. Men negadir mana registr parolni kiriting, parol deb yozilgan joyga ikkita qavscha ochilgan. O'shani qavscha qo'yib 1 dan to 8 gacha 2 marta o'shanday qilib yozsanglar kirgizadi. Keyin yana o'ynamoqchi bo'lsanglar kirsanglar loginni so'raydi. Loginni ham xuddi o'shanday qilib ikkita chiziqcha qo'yib 1 dan to 8 gacha yozsanglar sizlarni kirgizib yuboradi. Keyin loginni eslaringizdan chiqarib qo'ymanglar. 8 talik xohlagan narsalaringizni yozsanglar bo'ladi. Lekin loginni esdan chiqarmanglar. Chunki loginsiz qaytib kira olmaysizlar hech qaysi serverga. Keyin serverlaringiz yo'q bo'lib ketadi. Men shu joyda negadir xato qilgan ekanman. Registr parolni yozish o'rniga men registrda o'zim yozaverganman. Shuncha ishlaman, mana do'stimizni dunyosi chiqdi. Yana kirib ko'ryapmiz. Yo'q. Umuman kirmaydiganga o'xshayapti-da bu. Yana kirishga urinib ko'ramiz, lekin bitta chiqib kiraylikchi. Men modlarsiz o'ynayman, lekin yana survival qilishni boshlaganimdan so'ng modlar qo'shaman. Mana yana urinib ko'raylikchi. Men bu telefonda oldin ukamga server ochib berganman, shu o'ynab turib. Avval bir 2 oylarmi, 3 oylarmi avval ochib berganman. Login qo'yib, loginni esimdan chiqarganman, keyin topolmasdan zir hamma joyni boshlig'ini qidirganman. Keyin boshlig'iga Telegramdan yozganman-da, boshliq oxiri meni registr parolni kiriting deyotgan qilgan. O'zi loginni kiriting deb turardi va login xato deydi. Lekin tuzaldi. Men shaxsan Hasan bilan gaplashdim. Uni topish uchun ChatGPTga yozsangiz bo'ldi. Artefaktning raqami deb yozsangiz, artefaktning raqami yo'q deydi. Lekin bitta sayt chiqarib beradi. O'sha saytda bossangiz Hasan bilan gaplashasiz. Hasan o'zi artefakt. Bo'ldi, ishladim deyman. Hozir kirib chiqay, bitta mer chiqish kerak. Mana va chiq istesam mana bo'ldi chiqdi. Plan World. Bo'ldi, kirg'izyapti serverga. Bu serverda ulanish sal qiyin bo'lgani uchun men akkaunt ochmaganman, lekin akkaunt ochaman, litsenziyasiz o'ynayapman hozir, shuning uchun sal qotyapti. Bo'ldi, ishlayapti. Mana do'stimiz video shu joyga borib to'xtaydi deganda narsani aytaman, lekin sizlar meni yaxshi obunachilarimsiz, to'g'rimi?